Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Obidxon aka, siz bo'lasizmi? Ha, men. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, Ayni damda qadrligimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim. Boshlovchi Sevin Sidiqova bo'laman. Bugungi shukrona kuningiz tavallud ayyom munosabati bilan chin dilimdan tabriklayman. Salomat bo'ling, yaqinlar, qadrdonlar baxtiga bor bo'ling. Bugun mana shu munosabat bilan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi yaqinlaringiz, qadrdonlaringiz loyihamizga murojaat qilib, tabrik yo'llashgan va ushbu tabrikni kimdan deb o'ylaysiz? Kim jo'natgan bo'lishi mumkin? Aha, albatta, sizni yaxshi ko'ruvchi, qadrlovchi insonlar, oila a'zolaringiz, umr yo'ldoshingiz Zohidaxon va farzandlari Akobirxon, Ruxshonaxon, Ahrorxon, Fatimaxon va Zuhraxonlar nomidan asosiy tabriklovchi o'g'lingiz Shahriyorxon aka bo'ladilar. Baxtlariga salomat bo'ling. Ijozat bersangiz, o'g'lingizni siz uchun yo'llagan samimiy dil izhorlari bor, o'qib eshittirsam. Sog' bo'ling. Bu dil izhori mehribon o'g'lingiz nomlaridan siz uchun maxsus. Baxtlariga salomat bo'ling. Assalomu alaykum, mening mehribon dadajonim. Qadrligim, qiblagohim. Bugungi shukrona kuningiz tavallud ayyom munosabati bilan chin dilimdan tabriklayman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Joningiz omon bo'lsin. Hamisha baxtimizga salomat bo'ling. Siz borligingiz uchun har kunimiz baxtga to'la. Yaxshiyamki bu dunyoda meni dadam bo'lib dunyoga kelgansiz. Dadajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Biz farzandlar baxtiga doimo o'zingizni asrab avaylang. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Boringizga shukr. Dardni dard deb bilmagan otam, qadri sira sinmagan otam, farzandlari unib o'ssin deb mehnat qilib tinmagan otam. Aytmasamda iymaniq bir bor, mehrim qalbda saqlab yuraman. Endi aytay, eshiting ming bor. Mehribonim, sizni jonimdan-da ortiq yaxshi ko'raman deya o'g'lingiz o'zlarini samimiy dil izhorlarida joylariga yakunlaganlar. Baxtlariga sog' bo'ling.